Aziz o'quvchilar, hozir biz sizlar bilan mana shu jadidchilikning asosiy g'oyalari mavzusidan kelib chiqqan holatda har bir belgilangan g'oyalar atrofida o'zimizning fikr va mulohazalarimizni bildiramiz. Masalan, Turkistonni o'rta asr feodal qoloqlik, xurofotlardan ozod qilish g'oyasini siz qanday tushunasiz? Yoki usuli qadimni inkor etgan holda xalqni taraqqiyot yo'liga olib chiqish deganda qanday maqsadlarni ko'zlagan bo'lishlari mumkin? Milliy davlat bunyod etish ularning asl maqsadlari ekanligini siz qanday tushunasiz? Konstitutsion parlament idora usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish bugungi kundagi davlatimizning ustuvor maqsadlariga nechog'lik o'xshash? Turkiy tillarga davlat tili maqomini berilishi bu juda ham katta g'oya sifatida birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning o'zbek tiliga davlat tili maqomini berilishi bilan bir qatorda sanasak, siz qanday fikr bildirgan bo'lar edingiz? Milliy pul birligi va milliy qo'shin tuzish deganda-chi? Axir bu barchasi mustaqil davlatning asosiy belgilari emasmi? Yoki bo'lmasam, quyidagi muammoli vaziyatni qanday bartaraf etishimiz mumkin? Ya'ni, o'z otasi sharafiga atab kutubxona ochgan jadidlar yetakchisi kim? Bu albatta Mahmudxo'ja Behbudiy yoki Adibi avval, yer yuzi, usuli hisob asarlarining muallifi kim? Bu albatta Munavvar qori Abdurashidxonov yoki dramaturg, jurnalist, olim, Turkiy Guliston yoxud axloq asarlarining muallifi kim? Bu albatta Abdulla Avloniy.